Salom do'stlar, sizlar bilan Uz Android bo'sh turgan bir yerga qanday bino qurilishini hech o'ylab ko'rganmisiz? Bugun sizga shunday imkoniyatni beradigan sun'iy intellekt servisi haqida gapirib beraman. Bu servis nafaqat rasmlarni yaxshilaydi, balki bo'sh joyning o'ziga kelajakda bino ko'rinishini ham yaratib beradi. Jarayon juda sodda. Bo'sh yerning rasmini yuklaysiz, qanday bino yoki loyiha bo'lishini tavsiflab berasiz. Sun'iy intellekt bir necha soniyani o'zida oldin bo'sh yer, keyin qurilgan bino ko'rinishini yaratib beradi. Bu imkoniyat qurilish kompaniyalari, arxitektorlar, dizaynerlar, investorlar va oddiy foydalanuvchilar uchun juda qulay. Chunki AI yaratgan natija haqiqiy 3D vizual ko'rinishida bo'ladi. Yana nimalar qila oladi? Eski suratni HD formatiga keltirib beradi, yuzlarni tabiiy va tiniq qilib tiklaydi, arxitektura loyihalarini real ko'rinishda vizuallashtiradi. Bo'sh yer o'rniga bino, ofis yoki uy xohlagan inshootlaringizni ko'rinishini yaratib beradi. Agar siz ham bo'sh yerning o'rnida kelajakda bino qanday ko'rinishda bo'lishini bilmoqchi bo'lsangiz, albatta ushbu sun'iy intellektni sinab ko'ring. Ushbu sun'iy intellekt havolasini video tagidagi link orqali o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring.